Assalomu alaykum azizlar. Demak, kanalni kuzatib borayotganlar biladi. Biz oldin qo'yilgan videolarni bir muncha sifatsiz olingani uchun o'chirib, ulardagi materiallarni tahrirlab, yangi ma'lumotlar qo'shib, pishiqroq qilib qaytadan qo'yib boryapmiz. Ya'ni shu vaqtgacha tuproq bo'limi, ekinlar biologiyasi va ular talab qiluvchi sharoitlar haqidagi 29 ta videoni qaytadan qo'ydikda biroz to'xtab qoldik. Chunki orada dehqonlarning talabiga ko'ra ba'zi ekinlarni yetishtirish hamda suspenziya qilishlar bo'yicha bir nechta videolar berdik. Va yana Telegramda hozircha 96 turdagi ekin hamda mevali daraxtlarni yetishtirishni o'rgatuvchi pulli guruhlar ham ochdik. Shunga ancha vaqtimiz ketib qoldi. Aytgancha, bu guruhlar haqida shu kanalda ekinlar va mevali daraxtlarni oson yetishtirish degan alohida katta bir video ham berganmiz. Tirikchiligi yerdan bo'lgan odamlar erinmay shu videoni ham ko'ringizlar. Sizlar uchun kerak gaplarni aytganmiz. Bunga ayniqsa ishni endi boshlamoqchi bo'lganlar bee'tibor bo'lmangizlar. Chunki ko'rib yuribmiz, dehqonchilik yoki bog'dorchilikdan xabari bo'lmagan ko'pchilik YouTube'ni bosib ketgan, agronomiyani A harfini ham bilmaydigan blogerlarni mana shu ekindan mana shuncha hosil olish, buncha pul topish mumkin degan vahimali videolarni ko'rib, shu ishni qilaman deb yer olib, shu ekinni ekib, keyin hech balosiga tushunmay, to'g'ri kelgan odamlarning gapi bilan ishlab, oxirida esa hech narsa ololmay, bankrot bo'lib, so'kinib Rossiyaga ketganlarni. Bu ularning ustidan kulish emas. Aslida niyat to'g'ri qo'yilgan. Lekin bu niyatga erishish vositalarini, ya'ni ilmini yaxshi bilmasdan gapni faqat xarajatda deb o'ylagan. To'g'ri, xarajatiga ham pul kerak, lekin bilim bo'lmasa, ming xarajat qilinsa ham ko'p narsa olib bo'lmaydi. Bular misol uchun pomidor ekkan bo'lsa, uni yetishtirish agrotexnikasini yaxshi tushunmaganidan g'alla yoki paxtaga qilinadigan ishlarni pomidorga qo'llab yuboradi. Chunki bilgani yoki boshqalardan o'rgangani shu. Ya'ni na pomidor biologiyasini, na u talab qiladigan sharoitlarni, na o'g'itlashni, na to'g'ri sug'orishni tushunadi. Ko'chatni yaxshisini qimmatga olishi mumkin, lekin uni o'tkazishdan tortib to oxirigacha barcha agrotexnik tadbirlarni chala-chulpa yoki noto'g'ri qiladi. Chunki nima ish qilish kerakligini aniq bilmaydi. Yoki ekinzorini avji o'suv davrida zarar kunanda hasharotlarga, kasalliklarga bostirib qo'yadi-da, bularni yo'qotaman deb kim nimani aytsa shuni sepib yotaveradi. Keyin pomidordan ximika ta'mi kelib, hammani qarg'ishiga qolib yuradi. Aslida o'simliklarga agrotexnik tadbirlar to'liq qilinsa, ular baquvvat bo'ladi. Kasallik, zarar kunandalar deyarli tushmaydi. Tushgani ham katta zarar bera olmaydi. Ko'ryapsizlarki, hammasi bilimga bog'liq. Biz qilmoqchi bo'lgan ishimizni yaxshilab o'rgansak, shu ishdan foyda olishimizga 100% ishonchimiz komil bo'ladi va xarajatni ham topamiz. O'zimizda bo'lmasa, qo'rqmay qarz ham olaveramiz. Shuning uchun avval ilm, keyin harakat deyapmiz. Shuning uchun mana shu videolarni ishlayapmiz. Telegramdagi boyaki guruhlarni ochyapmiz. Chunki ishni boshidan boshlash kerak. Eng avval mana shunday fundamental bilimlarni o'rganish kerak. Holva degan bilan og'iz chuchimaydi. Dehqonchilik ham, boshqa sohalar ham oson ish emas. Yaxshi pul topamiz desak, uni ilmini ham bilishimiz kerak. Agar ekmoqchi bo'lgan ekinimizni ilmini o'rtacha bo'lsa-da tushunsak, 1 gektar yerdan oladigan foydamiz 1 yil Rossiyada ishlab kelganimizdan ham ko'p bo'ladi. O'zi ilm nima? Ilm bu, shu ishda eng kam xarajat qilib, eng ko'p foyda olish yo'llarini o'rgatuvchi ma'lumotlar majmuasi. Bilimi yetarli bo'lgan odam xarajatlarni minimal darajaga tushira oladi. Sof foydasi esa eng ko'p bo'ladi. Shuning uchun qilib turgan ishingizni o'zingiz yaxshi bilishingiz, his qilishingiz kerak. Shundagina rejani ham aniq olasiz va
hech kim sizni alday olmaydi. Biz esa ana shularni o'rgatish, savollarga javob berish uchun yuqorida aytilgan 96 xil ekin va mevali daraxtlar bo'yicha maxsus guruhlarni ochdik. Bularni 1 yillik to'lovi ekiniga qarab 60 mingdan 95 ming so'mgacha qilingan. Hech kimga og'irlik qilmaydi. Agar to'lashga sharoiti bo'lmasa, shundayga ham qo'shib qo'yaveramiz. Bu guruhlarga o'tish uchun va umuman boshqa har qanday savol-javoblar uchun Telegramda dehqonchilik degan guruh ochganmiz. Bu guruhning silkasi mana shu video ostida yoki kommentariyada berilgan. Ko'k yozuvni bossangiz, o'zi o'tkazib qo'yadi. Xo'p, bu guruhlarda berilayotgan tavsiyalar yoki shu kanalda berilayotgan videolardagi har bir ma'lumot o'zimizdagi va butun dunyodagi tasdiqlangan ilmiy adabiyotlardan olingan. Bordiyu, kimnidir qaysidir ma'lumotga shubhasi bo'lsa, boyagi guruhda so'rasin. Biz o'sha ma'lumot olingan ilmiy manbani, boshqacha aytganda hujjatlarni ko'rsatamiz. Ya'ni bu gaplar to'g'rimi o'zi deb ikkilanmasangiz ham bo'ladi. Shuning uchun bizdan hozir internetni bosib ketgan asossiz, vahimali va motivatsion gaplarni kutmang. Biz faqat ilmda borini, ya'ni bo'ladigan gaplarni aytamiz. Umuman olganda biz faqat tavsiya beramiz. Lekin juda zarur bo'lmasa, shablon, ya'ni ko'rsatma bermaymiz. Chunki shablon bitta sharoitga 1 yil uchun to'g'ri keladi. Biroq yil har xil kelishi mumkin. Va hududlar, iqlim, tuproq, yer osti suvlarini joylash chuqurligi, yog'ingarchiliklarni qo'ying. Hatto bir dalaning sharoiti uni yonidagi dalanikidan ham farq qilishi mumkin. Bunda umumiy aytilgan ko'rsatmalar yaxshi samara bermaydi. Ya'ni bizni asosiy yo'nalishimiz qilinadigan agrotexnik tadbirlarni mohiyatini, asoslarini tushuntirishdir. Sizlar aytilayotgan tadbirlarning mohiyatini yaxshi tushunsangiz, biz berayotgan tavsiyalarni o'zingizni sharoitingizga oson moslab olasiz. Ishni qanday qilish kerakligini aniq bilasiz. Xo'p, eslatmalarni ham aytib oldik. Endi asosiy mavzuga qaytamiz va bugun yerni ekishga tayyorlash hamda yerlarni yumshatishlar haqida gaplashamiz. Yerni ekishga tayyorlashdan bir qancha maqsadlar ko'zlanadi. Ya'ni bunda haydalgan yoki haydalmagan yerni yumshatish, ekilgan urug' yoki o'tkazilgan ko'chatlarni ildizlarga boshlang'ich davrida va undan keyin ham yetarli namlik, oziqa va kislorod yetkazib berish, shudgordagi yoki ang'izdagi begonotlarni yo'qotish, urug' yoki ko'chatni ekish uchun yerda qulay sharoit yaratish, bular ekilgunicha tuproq namligini saqlab turish, tuproqni tez isishini ta'minlash, ekish oldi sochilgan mineral o'g'itlar hamda chirigan go'ng, kompostlarni tuproqqa bir tekisda aralashtirib ko'mib yuborishlar uchun qilinadi. Bundan tashqari tuproqni ustki qatlami yumshatilgach, u yerda havo aylanishi kuchayadi. Bunda mikroorganizmlarni faolligi oshib, tuproqdagi organik moddalarning parchalanishi tezlashadi. Bu esa urug'ni unib chiqishi yoki ko'chatni tutib ketishidagi boshlang'ich davrda zarur bo'ladigan oziq moddalarni yetkazib berishda muhim rol o'ynaydi. Yerni ekishga tayyorlashda bahorda yoki takroriy ekin ekish oldidan haydalgan yerlar yumshatiladi, tekislanadi, zarur bo'lganda esa tuproq o'tirishi uchun ozroq zishlanadi. Begonotlar maydalanib, tuproqqa o'g'it sifatida ko'mib yuboriladi. Agar bunday qilish ekishga xalaqit bersa, unda barana yoki boshqa agregatlar yordamida ildizi bilan sug'urilib, tashqariga chiqarib tashlanadi. Yoki eng ma'quli dala chetida bir o'ra qazib, mana shu o'simlik qoldiqlarini go'ngga aralashtirib, kompost tayyorlash kerak. Chunki kompostlar ham mohiyatan go'ngday narsa va hatto undan ancha kuchliroq hisoblanadi. Buni organik o'g'itlar mavzusida batafsil aytamiz hali. Shu yerda bir narsani aytib ketish kerak. Bu ko'pchilikka yoqmasa ham tuproq unumdorligini saqlab turishda kerakli narsa. Bilamizki, yerlar tayyorlanish vaqtida dalaga ko'p turdagi texnika va agregatlar kiradi va buni natijasida tuproq strukturasi, ya'ni tuproq unumdorligini ta'minlaydigan tuproq donachalari eziladi, changlanadi, yer zichlashib, uni suv o'tkazuvchanligi yomonlashadi. Chunki bizda odatda yer tayyorlanayotganda oddiy traktorlar, ya'ni ensiz g'ildirakli traktorlar ko'p ishlatiladi. Bunda yer kuchli zishlanib,
traktor g'ildiraklari yurgan yerni tuprog'i mayib bo'lmasdan qolmaydi. Qoidasi bo'yicha yerga yo zanjirli yoki bir varakayga bir necha enli g'ildiraklar qo'yilgan traktorlar ishlatilishi kerak. Bu traktorlar yerni kamroq zichlaydi. Bizda zanjirli traktorlar yo'qolib ketdi endi. Lekin chetdan kelgan bir necha g'ildiraklari bor traktorlarni ham nega har bir tomonida ikkitadan g'ildirak qo'yilganiga tushunmay bittasini olib qo'yib ishlatib yotishibdi. Ekonom qilish ekan buni nomi. Shu narsa bu traktorlarni ishlab chiqarganlarning kallasiga kelmaganini qarang-a. Xullas, yerni bunday zichlanishi, ayniqsa quruq iqlimli zonalarda va chirinisi kam bo'lgan yerlarda kuchli bo'ladi. Ya'ni bizdagi 90% yerlar ana shunday tuproqlar turiga kiradi. Hozir butun dunyoda yerga ishlov berish sonini kamaytirishga katta e'tibor beriladi va yerga ishlov berishni minimallashtirish degan narsa keng tarqalyapti. Buni nimaligini keyingi videolarda, ya'ni resurs tejamkor usullar degan mavzularda aytamiz. Umuman texnikalar va agregatlardan ko'p foydalanish natijasida yerni mayib qilishni qisman bo'lsa ham oldini olish uchun bir texnikaga bir vaqtning o'zida bir nechta agregatlarni tirkab ishlatish eng oqilona yo'l. Bu narsa yerni kombinatsiyalashgan usulda ishlash deyiladi. Ya'ni bu juda ham yangilik emas. Chizelning orqasiga barana yoki mola osib ishlash yoki shunga o'xshash bir qancha agregatlardan bir yo'la foydalanishni juda ko'pchilik biladi, qilyapti ham. Chetda esa asosan kombinatsiyalashgan mashinalar ishlatiladi. Bular bir nechta operatsiyalarni bir yo'la qilib ketadi. Ya'ni bitta texnikani o'zi yerni ag'darmay haydaydi, kesaklarni maydalab yerni yumshoq qilib ketadi, tuproqni ozroq zichlaydi. Ya'ni shudgorlangan yerga tushgan shu agregat bir martada yerni urug' ekishga tayyor qilib beradi. Biz ham imkoni boricha mana shunday texnikalardan foydalanishimiz kerak derdim-u, yaxshi bir chizel yoki mola topolmay beton stolbani mola qilib tortib bergan akalarni ensasini qotirmay deb aytmadim. Mayli, dehqonchilik ilmini yaxshi o'rgansak, ishlarimiz yurishib ketadi va bundan ham zo'r texnikalarni oladigan bo'lamiz. Lekin hozircha o'zimizni kamtarona yer tayyorlashimizga qaytamiz. Demak, bahorgi ekinlar ekish uchun mo'ljallangan yerlar, ya'ni kuzda shudgorlangan yerlar erta bahorda tuproqda yig'ilgan namni bug'lanib ketishidan asrash uchun, masalan, kuz, qishki yog'inlardan, yoqib suv berishlardan zapaslangan namni saqlash maqsadida bir martaga yaxshilab barona qilib qo'yiladi. Buni avvallar ham ko'p aytganmiz. Agar shudgor juda qotib ketgan bo'lsa, unda ag'darmasdan 20-22 sm chuqurlikda qaytadan haydaladi. Ekinlar ekilish oldidan esa chizel kultivatorlarda yumshatiladi. Bunda ularning tishi shudgordagi katta kesaklarni yuqoriga olib chiqadi. Bu kesaklarni maydalashda esa uni qattiq yumshoqligiga qarab baranalarni biror turi ishlatiladi va yerni tekislash hamda zichlash maqsadida orqasidan mola solinadi. Xo'p, yurtimizning ba'zi hududlarida ekinlarni juda ertagi qilib yetishtirishda yer kuzda tayyorlanib, pushtalar olib qo'yiladi va bahorda shu pushtalar yumshatilib, ekinlar ekiladi. Lekin buni bu yerda batafsil aytishga vaqt yetmaydi, chunki har bir ekin uchun bu ishni o'z tartib qoidalari bor. Bularni batafsil qilib, ekinlarni yetishtirish bo'yicha Telegramdagi guruhlarimizda aytganmiz. Agar asosiy ekinlar yozda, masalan, iyun-iyul oylarida ekilishi reja qilingan bo'lsa, ungacha shudgorlangan yer dam oldirib qo'yiladi. Bunda shudgor begona o'tlar bosmasligi uchun parvarish qilib turiladi. Ya'ni adashtirmangizlar, bu takroriy ekin emas. Bunda yerni dam oldirish maqsadida bahorda ekin ekilmaydi. Balki reja qilingan asosiy ekinlar yozda ekiladi. To'g'ri, bu usul bizda ko'p ham qo'llanilmasa ham boshqa davlatlarning dehqonchiligida bor narsa. Aytib o'tishimiz kerak. Kimgadir zarur bo'ladi. Chunki bizda ham hamma yerlarning sharoiti bir xil emas. Ya'ni hamma yerlar ham faqat sug'orib ekilmaydi. Lavli yerlar bor, dam olishga muhtoj bo'lgan, kuchsizlanib qolgan, charchagan yerlar bor. Yoki bu usul, masalan, asosiy ekin yozda ekilib, bu ekinlarni gullash, hosil tugish davri nisbatan salqin vaqtga to'g'rilanishi zarur bo'lganda qo'llaniladi. Shudgorni parvarish qilishni esa 50-sonda yerlarni dam oldirish degan mavzuda aytganmiz. Demak,
yozgi ekinlar ekilishidan oldin shudgorlangan yer 20-22 sm chuqurlikda qayta ag'darmasdan haydaladi. Biroq agar yer qurib ketgan yoki juda qotib ketgan bo'lsa, unda yer haydalishidan oldin shudgor ustidan enli egatlar olinadi va shu egatlardan yaxshilab sug'oriladi. So'ng yer topga kelishi bilan boyagi tartibda haydaladi. Takroriy ekinlar uchun esa yer tayyorlanishida bahoriy ekinlar yig'ishtirib olinganidan keyin agar tuproq quruq bo'lsa sug'oriladi va yer yetilishi bilan 28-30 sm chuqurlikda ag'darib haydaladi. Qolgani, ya'ni yerni ekishga tayyorlash odatdagidek chezel, barana, mola va boshqa agregatlar bilan qilinaveriladi. Endi yerni yumshatish haqida ozroq ma'lumot beramiz. Yerni yumshatishning bir necha turi bor. Bulardan birinchisi yuza yumshatish deyiladi. Bu haqda baranalar mavzusida ham qisman ma'lumotlar bergandik. Yuza yumshatishdan avval ekinlar hosili yig'ib olingach, dala bir martaga sug'oriladi va yer topga kelishi bilan tuproqni og'ir yengilligiga, zichligiga qarab, shu ishni sifatli bajara oladigan og'ir yengil baranami, luchilnikmi, chezel kultivatormi birortasi tanlanib yer yuza yumshatiladi. Bu ish begona o'tlarni yo'qotish uchun ularni urug'ini undirib olishda va sug'orilgandan keyin hosil bo'lgan tuproqni ustki qatlamidagi mayda mikronaychalarni buzadi. Ya'ni shu vaqtgacha berilgan videolarda ko'p aytdik. Sug'orishdan keyin tuproqda juda ko'plab ingichka naychalar paydo bo'ladi. Bular kapillar naychalar deyiladi va ana shu kapillar naychalarni tuproq yuzasidagi qismi buzib turilmasa, ya'ni yer yumshatilmasa, tuproqdagi zapaslangan namlik tezda bug'lanib ketadi. Yuza yumshatish esa mana shu tuproq ostidagi namlikni bug'lanib ketishini oldini oladi. Demak, bu ish namlikni saqlash uchun qilinadi. Saqlangan bu namlik esa yog'inlar bo'lmasa ham begona o'tlarning urug'ini unishiga yordam beradi va bu begona o'tlar keyingi ishlovlarda yoki shudgorlashlarda yo'qotiladi. Bundan tashqari, yuza yumshatilganda tuproqda yashirinib qolgan kasallik o'choqlari va zarar kunandalar, ularning lichinkalari, tuxumlarning ko'p qismi yo'qolib ketadi. Yuza yumshatilgan yerni ishlash oson bo'ladi. Keyingi ishlovlarda tuproqni plug, chezel kabi ish qurollariga qarshiligi kamayadi. Ya'ni bu ishlovlar ancha osonlashadi. Bu narsa hisoblab ko'rilgan. Ya'ni yuza yumshatilgan yerni keyingi ishlash bilan yumshatilmagan yerni ishlashdagi jami xarajatlar deyarli bir xil bo'lgan. Orada esa yuza yumshatishdan ko'zlangan boyagi maqsadlarga erishilgani foydaga qoladi. Yuza yumshatish kuzgi shudgorlashdan 2-3 hafta avval yoki vaziyat talabiga qarab oldinroq yoki sal keyinroq qilinishi ham mumkin. Muhimi qilinsin. Yuza yumshatish ko'proq 4-5 sm chuqurlikda qilinadi. Agar lalmi yerlarda begona o'tlar ko'p bo'lsa, 10-12 sm chuqurlikda qisman ag'darib haydaladi. Yuza yumshatishda ishlatiladigan ish qurollari yerni qattiq yumshoqligiga, tuproq sharoitiga, begona o'tlarning kam ko'pligiga va ularning turiga qarab tanlanadi. Bunda luchilniklar, baranalar, chezel kultivatorlar va boshqa agregatlar ishlatilishi mumkin. Agar dalani yantoq, oq quray, bo'tako'z, achchiq miyaga o'xshagan ko'p yillik begona o'tlar bosgan bo'lsa, 2 marta yumshatiladi. Bunda birinchisida 4-5 sm, ikkinchisida esa 10-12 sm chuqurlikda yumshatish kerak. Agar lola qizg'aldoq, ismaloq va boshqa 1 yillik begona o'tlar ko'p bo'lsa, unda 4-5 sm chuqurlikda bir marta yumshatib qo'yiladi. Umuman, har qanday dalani shudgorlashdan avval shu taxlitda yumshatib qo'yish kerak. Bu tadbir yuqorida aytilgandek tuproqdagi namlikni behuda bug'lanib ketishidan saqlaydi, begona o'tlarni yo'qotadi va shudgorlashni osonlashtiradi. Umuman, bilmaganlarga kichkina bir tavsiyam. Dehqonchilik yoki bog'dorchilikni yuritishda internet bilan ishlashni o'rganingizlar. Nima kerak bo'lsa, internetga yozsangiz, bir dunyo ma'lumoti chiqib keladi. Biz hammasini to'liq ayta olmaymiz. Chunki birinchidan vaqt muammo, ikkinchidan rivojlangan ta'lim tizimida hamma ma'lumotlarni to'lig'icha chaynab berish mumkin emas. Sababi o'rganayotgan odamni ishlashga, fikrlashga,
xulosalar chiqarishga yo'naltirish kerak. Uni ijodkor bo'lishiga yordam berish kerak. Hamma narsani tayyor qilib berish uni dangasa qilib qo'yadi. O'rgatishni asosiy qonuni bu o'rganuvchini fikrlashga yo'naltirishdir. Buni eplolsak, juda ko'pchiligimiz qilib turgan ishimizni yaxshi tushunib olamiz. Kerak bo'lsa, yaxshi bir agronom ham bo'lamiz. Chunki qishloq xo'jaligi eng ishonchli va zaruriy biznesdir. Ya'ni xalqimizni rizqini kafolatlaydigan dehqonchilik yoki bog'dorchilikni kuchli o'rgansak, avvalo o'zimiz ko'p pul topamiz. Mahsulotlarimizni bemalol qimmat narxlarda eksport qila olamiz. Dunyodagi qimmat bozorlarni egallaymiz. Buning uchun esa shu ish bilan shug'ullanadiganlar eng avvalo ilmli bo'lishi kerak. Bir ishni ilmi yaxshi o'rganilsagina shu ish oldinga yuradi. Ya'ni ko'cha-ko'yda, internetlarda kambag'allashib ketyapmiz deb birovlarni ayblayverishdan, hadeb nolaverishdan foyda yo'q. Bu narsa faqat odamlarning ruhini tushiradi, ahvolni battar og'irlashtiradi, lekin bir tiyinlik foyda bermaydi. Umuman bilimni nimalarga qodirligini chetdagilarga, masalan koreyslarga, yaponlarga, xitoyliklarga qarab bilib olishga hammani aqli yetadi. 60-yillarda ham ochlikdan nobud bo'lib yotgan ana shu xalqlar faqatgina ilmni o'rganish orqali hozirgidek rivojlangan davlatlarga aylandi. Lekin agar siz internet kavlashga qani vaqt o'zing aytaverdi desangiz yoki internetdagi ma'lumotlarni yaxshi tushunmasangiz, unda yuqorida aytilgan Telegramdagi guruhlarda har bir ekin va mevali daraxtlar bo'yicha barcha kerakli ma'lumotlar beriladi. Maqtanish bo'lsa ham aytaman, bu ma'lumotlar internetdagidan ko'ra ishonchli, tushunarli va ixcham qilib beriladi. Chunki bularni dalada yurgan, ya'ni nazariya va bizdagi amaliyotni yaxshi tushungan mutaxassislar tayyorlagan. Xo'p, hozircha bu videoni yakunlaymiz, lekin bu mavzudagi tushunmagan joylaringizni, ekinlar yoki mevali daraxtlarni yetishtirishdagi agro tadbirlarni, o'g'itlash, suspenziya qilishlarni, kasallik, zararkunanda va begonotlarga qarshi kurashuvchi preparatlarni hamda o'zingizga zarur bo'lgan boshqa narsalarni Telegramdagi dehqonchilik guruhida so'rayverasizlar. Guruh silkasi shu video ostida yoki kommentariyada berilgan. Ko'k yozuvni bossangiz o'zi o'tkazib qo'yadi. Demak, keyingi videoda uchrashguncha xayr azizlar.